Assalomu alaykum. Bu 18-iyundagi o'zbek tili kundaligi. Men buni hozir 19-iyunda nonushta vaqtida soat 5 lar atrofida buni yozib, hozir esa soat 9:55 atrofida buni gapiryapman. Bu hozir faqat 5 minut keyin Janubiy Koreya va Meksika orqali o'yin boshlaydi. Shu sababli men buni tezroq videoga olishim kerak. Bugun ishlayotganimda kecha topgan juda foydali ilova orqali logistika mutaxassisligi bo'yicha onlayn test topshirdim. Testni 3 soat 20 daqiqa ichida tugatishim kerak edi. Men esa uni 2,5 soatda tugatdim. Afsuski, imtihondan yiqildim. Kecha topshirgan testimda omadim kelib 5-fandan 40 balldan yuqori 40 balldan balandroq olgan edim. Ammo bugungi testda omadim kelmadi va faqat 30 ball oldim. 30 ball olib yubordim. Hamma fanlar bo'yicha o'rtacha natijam 61 ball bo'ldi. Ammo 5-fandan 40 balldan past bo'lganim sababli imtihondan o'ta olmadim. Imtihondan yiqildim. Aslida 3-fan jahon logistikasi ham uncha yaxshi emas edi. Men undan ham atigi 55 ball oldim. Haqiqiy imtihonda yaxshiroq topshirib o'tish uchun hamma fanlarda hech bo'lmasa 50 balldan yuqori olishim kerak. Birinchi, ikkinchi va to'rtinchi fanlardan esa o'rtacha 70 ball atrofida oldim. Savollar qiyin bo'lsa ham ishlayotganimda xato qilgan savollarimni birma-bir tekshirib chiqdim. Men uyga qaytgach kunduzgi soat 12 da O'zbekiston va Kolumbiya o'rtasidagi o'yinni tomosha qilayotganimda yana bitta onlayn testni topshirdim. Bu safar o'rtacha 67 ball olib imtihondan o'ta oldim. 5-fandan ham 45 ball oldim. Lekin hali xato qilgan savollarimni tekshirib chiqmadim. Buni ham tekshirishim kerak. Xato qilgan savollarni tekshirishim kerak, lekin hozir hali tekshirmadim. Men buni bu Janubiy Koreya va Meksika orqali o'yinni ko'rgandan keyin buni tekshirmoqchiman. Bugun uyga qaytgach pappag'orini buyurtma berdim. Pappag'o esa gamburgerga o'xshaydigan, lekin non bilan tayyorlanmay nonni guruchga almashtirib tayyorlangan bu koreys taomi va uni yeyayotganimda O'zbekiston va Kolumbiya o'rtasidagi o'yinni tomosha qildim. Menimcha O'zbekiston jamoasi juda himoyaviy o'ynadi. Ular faqat birinchi bo'limda esa ular Kolumbiyaga hujum qilmay, faqat ularning joyida, ularning erda himoyaviy o'ynadi. Fazulayevdan tashqari deyarli hamma futbolchilar himoyada harakat qildi. Hatto u ham ko'pincha yarim himoya chizig'ida o'ynadi. Bu murabbiyning qaroriga ko'ra juda to'g'ri taktika edi, to'g'ri strategiya edi. Chunki stadion dengiz sathidan taxminan 2200 metr balandlikda joylashgan edi. Shuning uchun O'zbekiston futbolchilar odatdagidan tezroq charchashdi. Chunki O'zbekistonda esa Toshkentda O'zbekistonning poytaxti Toshkent esa faqat 400 metr balandlikda joylashgan ekan. Shu sababli O'zbekiston futbolchilari juda yomon edi ularga qaraganda. Kolumbiyalik futbolchilar esa bunday balandlikka ko'nikkan, yashagan ekan. Ularning poytaxti Bogota esa taxminan 2600 metr balandlikda joylashgan. Hozir soat 10 o'yin boshlayapti. Shunday sharoitda hujumkor o'ynash juda qiyin edi. Lekin shuncha himoyaviy o'ynagan bo'lsa ham O'zbekiston birinchi bo'lib gol o'tkazib yubordi. Bu juda afsusli edi.
Aslida menimcha O'zbekiston bugun uncha kuchli o'yin ko'rsata olmadi. Fayzullayev birinchi bo'lim tugashda oldin bitta gol urdi, ammo undan keyin ikkinchi bo'limda Kolumbiya yana ikkita gol urishga muvaffaq bo'ldi. Natijada Kolumbiya 3-1 hisobda g'alaba qozondi. Bu juda yomon edi, juda afsuski edi. Husanov o'ynagan bo'lsa ham himoya chizig'i Kolumbiya hujumlarini yaxshi to'xtata olmadi. Menimcha O'zbekiston Kolumbiyaning tajribasi sababli mag'lub bo'ldi. Chunki O'zbekiston hozir jahon futbol chempionatida faqat bir marta chiqqan ekan, lekin Kolumbiya esa juda ko'plab chempionatda o'ynagan-ku. Kelasi haftada ular Portugaliya bilan o'ynaydi. Kelasi hafta O'zbekiston Portugaliya bilan o'ynaydi. Portugaliya juda kuchli jamoa, ayniqsa uning ichida Ronaldo bor ekan. Lekin murabbiy u yerda Portugaliya murabbiyi uncha kuchli emasdek ko'rinadi. Ayniqsa o'tgan o'yinda Kongo Demokratik Respublikasi bilan Duran o'ynagan ekan. Shu sababli ular birinchi o'yinda Kongo bilan Duran o'ynashdi. O'zbekiston ham ulardan hech bo'lmasa Duran ola oladi deb umid qilaman. Ayniqsa bu o'yinda mag'lub bo'lsa, final bosqichga chiqish imkoniyati juda kamaydi. Chunki aytganimdek Kongo Portugaliya bilan Duran o'ynagan ekan. Ertaga soat 10 da Janubiy Koreya va Meksika o'rtasidagi o'yin bo'ladi. Hozir boshlayapti. Hozir yozayotgan paytimda esa Chexiya va Janubiy Afrika ham Duran o'ynadi. Bu Janubiy Koreya uchun yaxshi emas natija-ku. Chunki masalan Janubiy Koreya Meksika bilan Duran o'ynab Janubiy Afrikaga yutqazsa, yiqilsa va Chexiya esa Meksikadan g'alaba qozonsa, guruhdagi hamma jamoalar Meksika, Janubiy Koreya, Chexiya va Janubiy Afrika shunday hamma jamoalar 4 ochkodan to'plashi mumkin. Bunday holatda ulardan golni eng ko'p olgan jamoalar chiqadigan sababli Janubiy Koreya hatto guruhda oxirgi o'ringa tushib qolishi ham mumkin. Men ish tugagach qovurgan tovuq buyurtma qilib o'yinni tomosha qilmoqchiman. Lekin bugun parhez uchun men qovurgan tovuqni buyurtma bermadim. Men faqat sendvichni buyurtma berib allaqachon yeb yubordim. Shu sababli bu o'yinni tomosha qilayotganimda men hech narsa yeya olmadim. Yeyishim mumkin emas. Chunki hamma yeganman. Undan keyin shanba kuni Siyana musobaqasi boshlanadi. Shu sababli ertaga va shanba kuni bo'sh vaqtlarimda ham o'qishga harakat qilmoqchiman. Shunday o'yin tomosha qilishim kerak va ertaga va indinga esa Siyana musobaqasini ko'rishim kerak. Shu sababli dam olish vaqtda juda harakat qilishim kerak. Mening orzum logistika va savdo sohasida ishlashdir. Imkoniyati bo'lsa, kelajakda O'zbekistonda yoki boshqa mamlakatlarda, masalan Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston shunday mamlakatlarda ishlashni xohlayman. Men 2023-yilda O'zbekistonda o'qiganman va 2020 universitetga kirgandan keyin faqat ikkinchi kursgacha o'rganib 2023-yilda O'zbekistonda o'qiganman va 2024-yildan beri pul o'tkazish uchun ishlayapman. 2026-yil
fevralgacha men podkazish uchun juda ishlashga harakat qildim va hozir esa sotpay ishlayapman. Kelasi yilda, ya'ni 2027-yilda universitetga yana qaytaman. Hozir ikkinchi mutaxassisligimni o'zgartirish haqida o'ylayapman. Mening asosiy birinchi kafedra esa Markaziy Osiyo kafedrasi, ikkinchi kafedra esa kompyuter muhandisligi. Biroq bu yo'nalish, bu kafedra mening kelajakdagi maqsadlarimga uncha mos kelmaydi. Avval sanoat muhandisligiga o'tishni rejalashtirgan edim. Ammo universitetimizdagi dastur logistika emas, ko'proq menejment va ma'lumotlar tahliliga yaqin ekan. Shu sababli rejamni yana o'zgartirdim. Logistika va savdo bo'yicha sertifikatlar, masalan, hozir esa logistika mutaxassisligi imtihoniga men tayyorlanyapman. Bu logistika boshqaruv sertifikatini olish uchun shunday tayyorlanyapman va undan keyin savdo boshqaruv sertifikat ham men olishni rejalashtiryapman. Shunday tayyorlanayotganimda ikkinchi kafedra sifatida esa rus tilini tanlashni rejalashtiryapman. Chunki O'zbekistonda ishlash uchun faqat o'zbek tili yetarli emas. Rus tili ham gapirishim kerak, rus tili ham bilish kerak. Universitetda o'qiyotgan paytimda o'zbek tili va rus tillarini rivojlantirib, logistika hamda savdo shunday sertifikatlarni ham olishni xohlayman, rejalashtiryapman. Menimcha til bilimlar va ikkinchi yillik ish tajribam birgalikda kelajakda xato yordam beradi. Rahmat.